الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bütün olamlarning tarbiya kunandasi bo'lgan va bütün mahluqotlarning hojasi bo'lgan siz bilan bizni, ya'ni inson farzandini aziz mukarram qilib yaratgan Alloh subhanahu va taologa cheksiz va behisob hamd sanolarimiz, barcha shukr maqtovlarimiz, hamdlarimiz bo'lsin. Sarvari koinot janobi payg'ambarimiz, ikki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga barchalarimizning nomlarimizdan salovat va salomlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Sayyidul ayyom hajan masokin bo'lgan ushbu muborak juma kunining fazilatidan Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi bahramand aylasin. Va shu bo'ladirgan suhbatlarimizga amal qilib yashamoqligimizni o'zi nasib ro'za aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimizda Alloh taolo yomon ko'radigan sifatlar xususida, mavzusida Haq taborak va taolo qodir qilgancha suhbat yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi barchalarimizni ushbu bo'ladigan suhbatlarimizga amal qilib va hayotimizga dasturul amal qilib yashamoqligimizni nasib ro'za aylasin. Muhtaram azizlar, dinimiz ta'limotida Alloh taoloning muhabbati eng ulug' muhabbat, eng ulug' bir ne'mat hisoblanadi. Banda uchun eng katta baxt bu Alloh taoloning roziligiga erishish. Eng katta musibat esa u zotning g'azabiga duchor bo'lish va muhabbatidan mahrum bo'lishdir. Alloh asrasin. İnson Alloh taolo yomon ko'radigan illatlardan chetlanib, ulardan butunlay uzoqlashmas ekan, shu bilan birga Alloh taolo suyadigan go'zal sifatlarni o'zida mujassam qilmas ekan, Allohning muhabbatiga erishishi mumkin emas. Chunki Allohning muhabbati faqat gunohdan tiyilib, o'zini isloh qilgan va yaxshilik yo'lida sobit qadam bo'lgan bandalarga nasib etadi. Qur'oni Karimda ayrim insonlar haqida Alloh ularni suymaydi degan mazmundagi oyatlar bor. Bugungi mav'izamizda Alloh taolo yomon ko'radigan sifat egalari haqida so'z yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo quyidagi kimsalarni yoqtirmaydi. Birinchisi, xiyonatchi bo'lgan kimsalar. Xiyonat ishonchni poymol qilish, omonatga vafo qilmaslik, berilgan va'da yoki mas'uliyatga zid ish qilish demakdir. Oddiy qilib aytganda, kimdir sizga ishonsa-yu, siz ushbu ishonchni suiiste'mol qilsangiz, bu xiyonat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Niso surasining 107-oyat kalimasida marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la yuhibbu man kana hawwana asima. Innalloha la yuhibbu man kana hawwana asima. Ya'ni albatta Alloh xiyonatchi va jinoyatchi bo'lgan kimsani sevmaydi. Alloh subhanahu va taolo yana boshqa oyat karimada marhamat qilib aytadiki, albatta Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmagay. Anfal surasi 58-oyat. Innalloha la yuhibbul xoinin. Qarang, albatta Xudo xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. Xiyonat eng og'ir ma'naviy illatlardan biri hisoblanadi. U ishonch, vafo, sadoqat kabi muqaddas tuyg'ularni poymol qiladi. Xiyonat qilgan joyda musibatlar zaiflashadi, qalblarda esa chuqur yara qoladi. Eng yomoni xiyonat begonaga emas, eng yaqin insonlarga nisbatan bo'ladi. Xiyonat mu'minning sifati emas, xoinlik musulmonchilikni axloqiga to'g'ri kelmaydigan ish. Balki bu munofiqlik alomatidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, kimdaki 4 ta narsa bo'lsa, haqiqiy munofiq bo'ladi dedilar. Kimdaki ulardan bir xislat bo'lsa, o'shani ketkazmaguncha unda munofiqlikdan bir xislat bo'ladi.
Ular qaysilari desa, omonat qilinsa xiyonat qiladi, so'zlasa yolg'on gapiradi, ahd qilsa ahdga vafo qilmaydi, ahdini buzadi, husumatlashib qolsa fujur, nohaqlik, g'irromlik qiladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Sheriklar haqida xiyonat buning eng yomon ko'rinishlaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qudsiy hadislarida Alloh taolodan rivoyat qilib aytadilar. Alloh taolo aytadi: "Men bir-biriga xiyonat qilmaydigan ikki sherikning uchinchisiman. Agar biri ikkinchisiga xiyonat qilsa, ularning o'rtasidan chiqaman." Imom Abu Dovud va Imom Hokim rivoyatlari. Quyida xiyonatga ayrim misollarni keltirib o'tamiz. Ya'ni birovning sirini boshqalarga oshkor qilishlik bu xiyonat. Qiyin paytda yordam berish o'rniga do'stini tashlab ketish bu ham xiyonat. Oilaviy munosabatlarda ishonchni poymol qilishlik bu ham xiyonat. Ish joyida jamoa manfaatiga qarshi ish qilish bu ham xiyonat. Vatan manfaatiga zid ish qilishlik bu ham xiyonat. O'z mansabidan foydalanib adolatsiz qaror qabul qilish va hokazolar shunga o'xshashlar. Muhtaram azizlar, yana bir narsani aytib ketaylik. Hadisi qudsiy degani hadis Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari. Hadisi qudsiy desa, hadisi qudsiy Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar alayhissalomning tillaridan aytgan gapga hadisi qudsiy deyiladi. Hadis bilan hadisi qudusiyni demak farqini ajratib olishimiz kerak. Qayerdadir bir mav'iza eshitsak, suhbat eshitsak, hadis yoki hadisi qudusiy deyiladigan bo'lsa, demak bu hadisi qudusiy qanaqa hadiski demasligimiz kerak. Buni bilib olishligimiz kerak. Hadis bilan hadisi qudusiyning farqi shunaqa. Hadisi qudusiy Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalomning tillaridan aytgan gaplari, so'zlari hadisi qudusiy deyiladi. Xo'p, ikkinchisi haddan oshuvchilar. Dinimiz ta'limotida mo'tadillik g'oyasi asosiy o'rin tutadi va unga amal qilish insoniyatni hech qachon zalolatga boshlamaydi. Bu borada Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 190-oyat karimasida marhamat qilib aytadi: "Haddan oshmangiz, zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmagan." Dar haqiqat dinimiz bizni barcha narsada mo'tadil bo'lishga chaqiradi. Zero mo'tadillik bu haddan oshish yoki suskashlikka yo'l qo'yish, qattiq olish yoki o'ta bo'sh qo'yib yuborish o'rtasida bo'lib, mazkur muvozanatni saqlagan kishi to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Har bir ishda demak mo'tadil bo'lishlik yaxshi ekanligi aytilyapti. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: "Haddan tashqari chuqur ketuvchilar halok bo'ladilar" deb 3 marta takrorladilar. Haddan oshish, g'uluvga ketish musulmonning o'rtasini bo'lib yuborishga yoki millatlar o'rtasida nizo chiqarishga sabab bo'ladi. Buning oqibatida vatanda beqarorlik vujudga keladi. Bundan ham ehtiyot bo'lishlik kerak. Ya'ni hech bir narsada chuqur ketib qolishlik kerak emas ekan. Uchinchisi kibrli va maqtanchoq kishilar, ya'ni kibr inson o'zini boshqalardan ustun qo'yishligi. Bunday odam atrofidagilar fikrini inkor qiladi, maslahat qabul qilmaydi, doim o'zim aytgan gapim o'zimniki to'g'ri deydi, o'zini haqli biladi. Payg'ambarimiz alayhisalom ta'birlari bilan aytganda, kibr haqni inkor qilish va odamlarni kamsitishdir. Niso surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi: "Albatta Alloh kibrli va maqtanchoq kishilarni sevmaydi." Albatta kibr insonni ma'naviy jihatdan qashshoqlashtirib, uni kamtarlik, sabr va hurmat kabi fazilatlardan mahrum qiladi. Kibr shunaqa narsa. Uni kamtarlikdan mahrum qiladi, kibr sabrdan mahrum qiladi. Qancha fazilatlardan mahrum qilib qo'yadi kibr. Kibrning eng yomoni Alloh taoloning diniga, uning oyatlariga qarshi qilingani, kibr bilan uning buyruqlaridan yuz o'girilganidir. Birinchi sodir bo'lgan gunoh ham kibr sababidan bo'ldi. Iblis u sababli Alloh taoloning buyrug'idan yuz o'girdi. Ya'ni Xudo taolo odamga ta'zim qildi, shayton nima dedi? Kibrlandi. Vaholanki u juda ilmli farishta bo'lgan aslida shayton. Shayton bo'lishligidan oldin. Lekin u kibrga berildi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni otamizni, Odam alayhisalom insonni yaratdi, odamga ta'zim qildi. Shayton nima dedi? Yo'q dedi, men nimaga unga ta'zim qilishligim kerak? Men o'tdan, nordan yaralgan bo'lsam, u xokisor bir tuproqdan yaralgan bo'lsa, nima uchun men
undan oliy baland bo'lib turib, o'tdan yaralgan bo'lib turib, hokisor bir tuproqdan yaralgan odamga ta'zim qilishligim kerak dedi. Natijada nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taoloni dargohidan abadul abad badag'a bo'ldi, la'natlandi. Odam alayhisalomni asli tuproq bo'lganligi uchun uni u xor deb bildi. Vaholanki uni vazifasi nima edi? Alloh taoloning buyrug'iga itoat etishlik. Chunki Xudo taoloning buyrug'iga itoat etmadi, kibrlandi, natijada u shayton bo'ldi. Xudo taoloning dargohidan quvildi. Asli bir ota, onadan tarqalgan insonlar mol dunyosi, mansabi, obro' e'tibori va nasl nasabi sabab o'zgalardan o'zini yuqori olishi, boshqalarni yerga urib kibrlanishi iblisni kibrlanishiga o'xshashdir. So'foliyor bobomiz bir ajoyib narsani aytganlar. Ya'ni ko'pchilik mansabi bilandir, nasabi bilandir, obro'si yoki bir mol dunyosi bilandir maqtanishligi mumkindir. So'foliyor bobomiz aytadilarki, otaga ishonma, qolma talabdan, qiyomat kun so'ralmas nasabda. Ya'ni meni urug' avlodim, ota-bobom, bolonlar bo'lib o'tgan deb ularga ishonib qolma. Ertaga qiyomatda seni nasabing va boyliging nima bo'lgan deb so'ralmaydi. Sendan qilgan amallaring to'g'risida so'raladi deb bejizga aytmaganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: kimning qalbida zarra misqolicha kibr bo'lsa, u jannatga kirmaydi dedilar. Imom Muslim rivoyat qiling. Zarra misqolchalik kibr bo'lsa ham jannatga kirmasligi aytilyapti. U zarra nima? Juda bir ko'z ilg'ab-ilg'amaydigan bir kichik narsa. To'rtinchisi buzg'unchilar. Buzg'unchilik fasod deganda faqat jismoniy vayronagarchilik emas, balki ma'naviy, ijtimoiy va axloqiy buzilishlar ham nazarda tutiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la yuhibbul mufsidin." Ya'ni chunki Alloh buzg'unchilarni suymas. Alloh taolo buzg'unchilarni yaxshi ko'rmasligini aytayapti. Insonlar o'rtasida adovat qo'zg'ash, yolg'on tarqatish, haq-huquqni paymol qilish, tabiatga zarar yetkazish, jamiyatda tartibsizlik va beqarorlik keltirib chiqarish, har xil bo'lar bo'lmagan gaplarni u yoqdan bu yoqqa tashib chaqimchilik qilishlik. Chaqimchilik ham duosi qabul bo'lmaydi degan. Shuni ham bilib olaylik. Ya'ni u yoqdan bu yoqqa har xil gap tashishlik, boshqa qilishlik, falon seni u dedi, bu dedi deb chaqimchilik qilishlik. Bir qavmni duosi qabul bo'lmayotganligini Musa alayhisalom shikoyat qilishdi. Musa alayhisalom Alloh subhanahu va taolodan so'radi: "Nima uchun bu qavmni duosi qabul bo'lmayapti?" deb Musa alayhisalom Xudo taborak va taolodan so'radilar. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, ularni duosi qabul bo'lmaydi. Chunki ular orasida chaqimchi bor. Shuning uchun ular duosi qabul bo'lmaydi. Shunday Parvardigor, o'sha chaqimchini menga aytgan topib, men jazosini beray. Kim shu chaqimchilik qiladigan? deb Musa alayhisalom so'ragandilar. Xudo taolo nima dedi? "He Musa, men senga endi uni aytib chaqimchi bo'layin" dedi. Qarang. Bu yomon odat. Gap tashishlik, buzg'unchilik, chaqimchilik. Bu illatdan ham o'zimizni tiyishligimiz kerak. Buzg'unchilikka eng razil va xunuk ko'rishlardan biri bu oilalarning tinchini buzish, er-xotin o'rtasini ajratishlikdir. Shunday ekan, oilalar islohiga sababchi bo'lishimiz va aslo oila buzilishiga sababchi bo'lmasligimiz lozim. 5-inchisi isrof qiluvchilar. Isrof qiluvchilarni ham demak Alloh suymaydigan, Alloh yomon ko'radigan, Xudo taolo yoqtirmaydigan amallardan bittasi bu isrof qiluvchilardir. Har bir narsada Alloh taolo belgilab bergan chegaradan chiqib, u zot bergan ne'matlarni o'z o'rniga sarf etmaslik, vaqt, pul, mol kabi Alloh taolo bergan ne'matlarni nojo'ya sarflash ham bu isrofdir. Bu borada Alloh subhanahu va taolo Qur'oni azim sha'nda marhamat qilib aytadiki, qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayr ihson qilish bilan
haqlarini ado eting va isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'ymang. Chunki isrofgarlar shaytonlarning birodarlaridir. Shayton esa Parvardigoriga nisbatan o'ta noshukur edi. Isro surasi 26-27-oyatlar. Odatda biror ish isrof yoki isrof emasligini inson vaziyatdan kelib chiqib darrov bilib olishligi mumkin. Masalan, yaxshilab o'rganilsa, isrof asosan 3 ta ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchisi, isrofning eng yomon ko'rinishi mol-mulkni harom ishlarga sarflash. Xudo taolo shuncha mol, dunyo ne'matini berib qo'ydi. Demak, bu bilan biz ihson qilib, xayr qilib, sadaqa joriyalar qilib, o'zimiz oxiratimiz uchun bir zaxira qilib oladigan o'rinlarda, demak, Xudo taolo bergan bu ne'matlarni, demak, noo'rin joylarga, harom narsalarga sarflashlik. Ikkinchisi, zarur hojatlar qolib, zeb-ziynat va dabdabaga sarflash. Masalan, farzandning oziq-ovqati, kiyim-kechagi va darsliklariga hojat bo'lib turganda pulni ko'ngilochar vositalar, keraksiz narsalar sotib olish yoki har xil gap-gashtaklarga sarflab yuborishlik. Bu borada Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi aytadilarki, tasavvur qiling, masalan, qarmog'ingizda farzandlari va kishining 100 dinor puli bor, oilaning ehtiyojini ta'minlash uchun uning boshqa mablag'i yo'q. Shu odam pulini hammasini to'yga yoki biror bir marakaga sarflab yuboradigan bo'lsa, bu aniq va ochiq isrofdir deganlar. Shuning uchun shu mablag'larimizni, demak, oilamizda ishligi, farzandlarimizga kasb hunar o'rgatishlik, o'qitishlik uchun, demak, o'zimizdan bir sadaqa joriya qoldirishlik uchun yaxshi narsalarga sarf qilishligimiz kerak. Bu isrofgarchilikdan ham o'zimizni tiyishligimiz kerak. Uchinchisi, sarf xarajatlarda mo'tadillikdan chiqib ketish, ya'ni shariat ko'rsatmasi, aql doirasi va odat chegarasidan oshib ketgan har qanday sarf xarajat isrof hisoblanadi. Chunki to'q qorin ustiga yana ovqat yeyishlik, bu yuqorida aytganimizdek pullar har xil keraksiz o'tirishlar va har joylarda to'planib, har xil oshdi yo uydi, buydi, uylarda shunchalik taomlar bo'la turib, to'qin sochinchilik bo'lganda qancha narsalarni isrof qilib, qayerdadir kimlardir shu narsalarga zor bo'lib turganda ularni musorlarga tashlab yuborishlik, bu bir og'ir gunoh ekanligi, isrofgarchilikni bir turi ekanligini chuqur anglab yetishligimiz kerak. So'nggi yillarda jamiyatda ortiqcha isrofgarchilik, dabdababozlik, shuhratparastlik va me'yorni saqlamaslik kabi salbiy holatlar juda ko'p kuzatilyapti. Xususan oilaviy tadbirlarda to'y va marosimlarni haddan tashqari dabdabali o'tkazishi aholining ijtimoiy iqtisodiy manfaatlariga putur yetkazib, milliy qadriyatlarimizga zid kayfiyatlarni shakllanishiga sabab bo'lyapti. Juda ko'p narsalarni sarflab tashlalyapti. To'ylarda, boshqalarda, videoda, mashinada, boshqa edi. Demak, bu narsalarni muhtaramazlar shu qisqartirib, ayollarimizga buni aytib, o'rgatib, ozgina oldingi bir moziga qaytib, sal ozgina oldingi bir 15-20 yillik oldingi bir holatlarga qaytishligimiz, hozirgi dasturxondagi ne'matlar bilan ana o'shandagi bir ne'matlarni solishtirib ko'rishligimiz. Bir eskiz olib qo'yilgan surat bor ekan tarafda. Amir Olimxonning saroyidagi o'sha saroy vazirlari, amaldorlarining ziyofatida shu dasturxonda turibdi o'sha javatiga o'xshagan non, shu ozgina bir qand, u ham bir xil qand, haligi oq qand bo'lardi-ku. Shu bir mayizmi nimadir bor. Shu uzun bo'lsa kerak menimcha. Uzunmi bunaqa turlari bo'lmaganda shu saroydagi ziyofat qarangmi? Biz oddiy holatdagi o'zimiz bir dasturxonimizni tasavvur qilaylik. Ertalab choychakni dasturxonimizga qarang, varilani tur-turi, asalmidi, novotmidi, mayizmidi, Xudoga shukr qilishlik kerak. Bu ne'matlarni borida qadriga yetishligimiz kerak, muhtaramlar. Mana biz ham esimizda bor ko'rganmiz-ku, boshoqlarni urib ketishlik, boshqa qilishlik, kombaynning ustidan nechta bolalar chiqib nogiron bo'lib, oyoqlari sinib, kallalari yorib shu narsalarni ko'rganmiz-ku. Mana yaqinda. Undan oldingi holatda mana bu o'tirgan keksa otalarimiz bilishadi. Bir nonni topishlar qanday qiyin bo'lganligi. Demak, bu isrofgarchilikni endi chap qo'yishlik kerak, haddan oshmaslik kerak. Xudo taolo bu ne'matlarni hisobini so'raydi. O'sha kun albatta keladi. Nima deb javob beramiz? Shunaqa bir isrofgarchilik, shu narsalarni
ustida o'tirganimizda bir tasavvur qilaylik, payg'ambar alayhissalom uyga kirib kelsalar rozi bo'ladilarmi? Payg'ambar alayhissalomni demak sevishligimiz, u kishining siyratlarini o'rganishligimiz, u kishining sunnatlarini mahkam tutishligimiz, tutgan yo'llarini mahkam tutishligimiz siz bilan biz jannatga yetaydi muhtaramlar. Demak bir tasavvur qilib ko'rishligimiz kerak. Bu ne'matlarni albatta borida qadriga yetishligimiz kerak. Agar bu ne'matlarga shukr qilmasak, Xudo bu ne'matlarni olib qo'ysa nima qilamiz? Demak, shuning uchun maromiylikka e'tibor qilishligimiz, maromiylik dasturiga binoan xalq orasida ixchamlik, kamtarlik va shukronalik madaniyatini mustahkamlash borasida diniy soha vakillari va mutasaddilar tomonidan ko'plab targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti. Demak, bu narsalarga amal qilishligimiz kerak. 6-inchisi zolimlar, zulm, adolatsizlik, haddan oshish, birovning haqqiga tajovuz qilish, o'zganing moli, joni va obro'siga nohaq ravishda daxl qilishdir. Xudo taolo Qur'oni Karimda astag'firullah vallohu la yuhibbul zolimin. Alloh zolimlarni yoqtirmas. Islom ta'limotida zulm qat'iy ravishda man qilingan. Qur'oni Karim va hadis shariflarda zulm qiluvchilarni nihoyatda qattiq ogohlantirilgan. Bu borada Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, siz zinhor zolim kimsalarning qilayotgan ishlaridan Allohni g'ofil deb hisoblamang. Faqat Alloh ularni jazolashni ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan kunga, qiyomatga qoldirmoqda xolos." Ibrohim surasi 42-oyat. Qarang. Hech kimda zulmi qolib ketmaydi. Bu dunyoda o'zida ham oladi javobini. Qisman olar bu dunyoda, lekin albatta oxiratda Xudo taoloning adolat tarozisida bir zarra miqdor sharik bo'ladigan bo'lsa ham, shunaqaki Xudo taoloning adolat tarozisi bir zarra miqdorida yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsa ham, uni mukofotini olamiz. Zarra miqdorida yomonlik qilib qo'ygan bo'lsa ham, uni ham albatta javobi bo'ladi. Uni ham javobini olamiz, uni ham jazosini olamiz muhtaramlar. Bu zulm deganda faqat jismoniy zo'ravonlik bilangina cheklanib qolmaydi, balki so'zda, munosabatda, qaror qabul qilishda ham bo'lishi mumkin. Birovning haq-huquqlariga rioya qilmaslik, o'z majburiyatlarini bajarmaslik zulmning eng ko'p uchraydigan ko'rinishlaridan. Er xotini bir-birini haqqiga rioya qilmasligi, ota-onaning farzand oldidagi burchlarini bajarmasligi ham ayniqsa bizning jamiyatda zulmning eng ko'p tarqalgan qaynona-kelin munosabatlarida sodir bo'ladi. Zolim qaynona tufayli bechora kelin yillab azor chekishligi mumkin yoki zolim kelin qo'lida bechora qaynona azor chekishligi mumkin. Yo u ko'rinishi yoki bu ko'rinishi. Zulm haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, zulmdan saqlaninglar, zero zulm qiyomat kuni zulmat bo'lar deganlar. Yo, zulm qilmanglar. Zulm albatta qiyomat kuni sizlarga zulmat bo'ladi. Zulmat nima? Nur yo'qda shu qorong'ilik bo'ladi, zarar bo'ladi. Zulmat bo'ladi, qilgan zulmlaringiz qiyomat kuni zulmat bo'lib qaytadi sizlarga. Yo, zulmdan ehtiyot bo'ling, zulmdan hushyor bo'ling. Ha, u kimdir bir aldab ketdim, mayli shu haqini yedim, boshqa qildim. Shu balki o'risdir, balki boshqa millat turgan bo'lsa ham u musulmon emas-ku demaydi. Mazlum holatida turgan bo'lsa, u musulmon bo'lishligi shart emas. Musulmonniki qo'yavering. Boshqa din vakili bo'lsa, uni ham duosini Xudo taolo qabul qilaveradi. Qabul bo'laveradi. Mazlum bo'lib turgan bo'lsa, qarg'aydigan bo'lsa, uni ham duosi o'tadi. Chunki u kofir bo'lsa ham bir farzandini haqqiga duo qilayotgan bo'lsa, uni duosi o'taveradi. Duoul kafirina illa fi zalal. Ko'pchilik aysangiz shu oyat bor-ku deydi. U men o'sha kofirlar shu duo qilgan bilan ular zalolatga ketaveradi, duosi qabul bo'lmaydi-ku deganda Hazrat Ashraf al-Tahonaviy tafsir qiladilarki, u qiyomat kuniga tegishli. Chunki shu kofirlar o'sha qiyomat kuni biz bilmagan ekanmiz Parvardigor. Endi bizni shu dunyoga qaytarsangu, biz ham bir yaxshi amallar qilib qo'ysak desa, ularni u yerdagi gapi duosi qabul inobatga olinmaydi. Lekin bu dunyoda ularning ham duosi qabul bo'laveradi. Shuning uchun ularni haqini yeyishlikdan, ularga ham zulm qilib qo'yishlikdan o'zimizni tiyishligimiz kerak.
Xudo taolo oyat karimada marhamat qiladi. Astagfirullah. Va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. U kunda aytadi, o'sha qiyomat kunda, hisob kitob kunda kofirlar aytadiki, kofirlar qani edi endi tuproqqa aylanib ketsa. Shu kunni ko'rgandan biz ham tuproqqa aylanib ketsakdi, yaxshi bo'lardi deb tuproqqa aylanib ketishlikka orzu qiladi. Ulamolar tafsirida keltiradiki, nima uchun unday deydi desa, Xudo taoloning adolat tarozisini qarangki, siz bilan biz ongli insonmiz. Xudo taolo siz bilan bizga aql ne'matini juda bir keng ko'lamda berdi. Bu yoki bir hayvonni misol qiladi. Chunki ikki qo'chqor. Mana bu dunyoda qo'chqor, bittasini shoxi bor, bittasini shoxi yo'q. Shoxi bor qo'chqor, shoxi yo'q qo'chqorni suzdi bu dunyoda. Demak, uni shoxi yo'q, u suzolmaydi. U quvvati pastdir, kuchi yetmas. Nima bo'ladi desa, o'sha qiyomatda shoxi yo'q qo'chqordan Xudo taolo shox bino qiladi. Shoxi bor qo'chqorning shoxi yo'q bo'ladi, u ham uni hech marta suzgan bo'lsa o'shancha suzadi. Ko'ryapsizmi? Qolib ketmas ekanmi hech narsa javobsiz? Javobini oladi-da, keyin Xudo taolo tuproq o'ynadi, bu hayvonlarga so'roq savol yo'q. Demak, bir-biridan qasdini olgandan keyin ular tuproqqa aylanib ketadi. Uni ko'rib turgan kofirlar nima deydi? Bularga yengil ekan. Tuproqqa aylanib ketdi, qutuldi. Endi biz nima qilamiz deydi. Har bir narsada shu zulm qilishlikdan ehtiyot hushyor bo'lishligimiz kerak. Hech narsa javobsiz qolib ketmaydi. Hammamiz bilamiz. Harun ar-Rashid, bu kishi payg'ambar alayhissalomni amakivachchalari Abbos radhiyallohu taala anhuni avlodlaridan dinga juda bir xizmat qilib islomga, ayollari ham o'zlari ham juda katta dinga, islomga xizmat qilib o'tgan xalifalardan. Bu kishi bir kun o'sha bog'larni aylanib yurib, Harun ar-Rashid podshoh guzorlarini aylanib yurib, shuncha ochilib turgan gullari ichida bitta gul yoqib qo'ygan ekan bu kishiga. Shunaqangi bir ishqlari tushgan ekanki, boyagi bog'bonni chaqirib aytgan ekan: "Ey bog'bon, senga rahmat. Qilayotgan mehnating tahsinga loyiq, tahsinga sazovor. Sendan bir narsani talab qilaman. Shu gul menga shunaqangi yoqdiki, bu gulni juda ehtiyot qilib parvarish qilgan. Bu to'g'risida har kuni menga hisobot berib turasan. Buni holat haqida har kuni menga hisobot berasan" der ekan. Har kuni o'sha gulni to'g'risida boyagi bog'bon gulcha hisobot berib turar ekan. Kunlardan bir kun ertalab kelsa, boyagi gulli baraklari to'kilgan. Nima bo'ldi ekan deb boshini changallab e'tibor qilsa, bog'da bir bulbul yurgan ekan. Shu gullari bilan o'ynashib, guldan gulga qonib, boyagi gulli baraklarini to'kib tashabdi. Darhol podshohga xabar beribdi. Borib, siz bog'dagi yaxshi ko'rgan gulingizni gullari ne ko'z bilan ko'ra ertalab to'kilib yotibdi, vayron bo'lib, payhon bo'lib, kim qildi ekan deb qarasam, bog'da bir bulbul gullar bilan o'ynashib, uni baraklarini to'kib tashabdi. Nima deysiz? Nima hukm chiqarasiz? Nima qilay? U bulbulni topib kamon bilan otib tashlaymi yoki tuzoq qo'yib sizga ushlab kelaymi, jazolaymi? Nima qilay desa, Qornarash aytgan ekanlarki, ha qo'yaver. Demak, zulm qilgan bo'lsa, u javobsiz qolmaydi bu dunyoda. Demak, u bulbul ham buni javobini oladi deb. Kunlardan bir kun bog'bon ne ko'z bilan qarasa, bog'da bir ilon boyagi bulbulni tutib yeyotgan ekan. Darhol Qornarashga boribdi. "Ey odamlar, nimasini aytasiz? To'g'ri aytgan ekansiz." Nogohon bir ko'zim tushdi. Boyagi bizni gulli payhon qilgan bulbulni ilon tutib yeyotganini, yutayotganini ko'rdi. U o'sha qilgan jazosiga, qilmishiga yarasha, qilgan adolatsizligiga yarasha, demak, u zulmiga yarasha javobni oldi. Shunda Qornarashid nima dedilar? Ha qo'yaver. Demak, ilon uni tutib yeyotgan bo'lsa, uni zulmi ham, uni qilmishi ham qolib ketmaydi. U ham albatta javobini oladi. Uni ham ishi javobsiz qolib ketmaydi. Yana kunlardan bir kun bog'bon shiddat bilan bog'da ish qilib turdi. Boyagi ilon oyog'ining tagidan chiqib qoldi-da, bir cho'chib tushib, ikki marotaba ketmonni urganda boyagi ilonni chopib tashladi ilonni. Yana bor. Qornarashidga bog'bon aytdiki, "To'g'ri aytgan ekansiz. Ish qilib turdim, shiddat bilan oyog'im tagidan ilon chiqib qoldi. Shu qo'rqib ketib zar bilan bir ikki marta ketmon bilan urganimda ilon o'ldi, chopib tashladi. Bu ham jazosini oldi." Shunda, lekin sen ham bu qilgan ishing seniki ham javobsiz qolmaydi.
Sen ham buni javobini berasan dedilar. Shunda bog'bon xafa bo'lganday bo'lib, og'riganday bo'lib achchiqlanib chiqib ketibdi. Kunlardan bir kun ham bir ayib ish qilibdi. Qonun arashdi, oldilariga olib ketdi bog'bonni. Nima qilish kerak edi? Qonun hammaga barobar uni zindonga tashlashlikka buyuribdi. Shunda bog'bon chiqib ketayotganda aytgan ekanki, "Ey Qonun arashdi, ey odamlar. Bulbul gulga adolatsizlik qiluvdi, zulm qiluvdi, u jazosini ilondan oldi. Ilon bulbulga adolatsizlik qiluvdi, zulm qiluvdi, mendan jazosini oldi. Men ilonga zulm qildim, mana menga ham jazo keldi. Lekin bu zanjir shunday bo'lib ketavermasin. Xudo taolo G'afur Rahim kechirguvchi zot, rahimli zot, mehribon zot, siz meni afv eting. Kechiring. Shu şeyda qolsa, bu mashina davom etib ketavermasin. Ya'ni bundan siz bilan biz oladigan, ya'ni bu qissadan siz bilan biz oladigan hissa foyda nima desa, demak bu dunyoda hech bir narsa javobsiz qolmasligi, uni albatta javobini berishligimiz, bu dunyoda u yoqdan bu yoqqa chap berib tutilsayda, albatta qiyomat kun tutilishligimiz bor ekanligini unutmasligimiz, shu yuqorida sanab o'tilgan narsalardan vaqtimiz qisqaligi uchun bir Xudo taologa eng yoqmaydigan sifatlardan bir juda ko'p buni 6 tasini sanab o'tdik. Bag'oli qudrat Alloh subhanahu va taolo bir xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir mo'min banda o'z qalbiga nazar solib, demak bunda kibr, hasad, xiyonat yoki isrofga moyillik bor yo'qligini tekshirib turishligi lozim. Kamtarlik, vafo, halollik, mo'tadillik va samimiylik kabi Alloh taolo yaxshi ko'radigan sifatlarni demak o'zimizda mujassam qilishligimiz lozim. Ana shu go'zal fazilatlarni hayotimizga tatbiq etsak, nafaqat Allohning muhabbatiga, balki dunyo va oxirat saodatiga erishamiz. Inshaalloh ta'kidlash joizki, bugun tilga olingan xiyonat, zulm, kibr, isrof va buzg'unchilik kabi yomon sifatlardan bizni ulug' ajdodlarimiz doimo hazar qilganlar. Ular ilm, ma'rifat, adolat va taqvo yo'lida tutgan holda jahon sivilizatsiyasi rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Ajdodlarimizning ana shu boy ilmiy, ma'naviy, ma'rifiy merosi bugun yurtboshimizning bevosita tashabbuslari bilan bunyod etilgan Islom sivilizatsiya markazida ham, Imom Buxoriy majmuasida ham o'z ifodasini topmoqda. Butun islom olami uchun ulkan ahamiyatga ega bo'lgan ushbu mega loyihalar nafaqat tarixiy xotiramizni tiklaydi, balki yosh avlodni sog'lom e'tiqod, pok, axloq va mo'tadillik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Farzandlarimiz ham demak o'sha ota-bobolarimizni, demak shu ulug' avlodlar, ajdodlarimiz bo'lgan bobokalonlarimizni yozgan asarlaridan butun bir dunyo foydalanib turganligini demak farzandlarimiz ham ich-ichidan his qilib, demak ular ham demak ilm olishlikka, kasb-kamolat olishlikka inshaalloh intilishadi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni oqibatlarimizni o'zi mahmud aylasin, oqibatlarimizni xayrli qilsin.